Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menda burunqi bir yozim bor ekan, shundoq yaxshi ekan-to'q, shuni o'qib beray deb o'yladim. Diqqat qilgaysizlar. Rahmat amalarga. Turmuşda ayollarning husn jamolini buzib, hammadan bek qiyri totadigan omillar ichida uzoq so'zilgan g'am qayg'uning oldiga o'tadigan yo'q. Bundaq keyfiyat odamni umidsizlantirib, ko'ngli yerim, ülük çırağı qilib qo'ydi. Yüzüdeki qo'rquvni ko'paytirdi, choshni oqartirdi. Ba'zi ahvollarda choshni tushiritishi mumkin. G'am, g'ussa va beoromlik oppoq teri muskullaringizni buzib, badningizda yiringliq chaqa va tugunchak paydo qilishi mumkin. Yüzüge qo'rq tushishning oldini olishda doim xo'shal xo'ram yuring. Xo'shal yuradigan odamlarning yuzidagi qo'rq parchan yuradigan kishilarniki qaraganda az bo'ladi. Chunki kulimsirash yuzda qo'rq paydo qilmaydi. Qayg'u hasrat qo'rq paydo qiladi. Siz kulgan vaqtda ta'sirga uchraydigan yuz muskullari 13 parcha bo'ladi. Lekin qayg'urgan chog'da bo'lsa 63 parcha muskul ta'sir uchraydi. Şunlaşqa xo'shalligingizni kulki bilan ifodalasangiz, qo'rq tushishni azaltqili bo'ladi. O'zining aslini va mijozini yoqtirmaslik, o'zining iqtidori va mahoratiga sal qarash nurg'un kishilarning nerv funksiyasini buzilish kasalligi, ro'y kasalligi va tushkunlik kasalligiga giriftor bo'lishidagi ishki manba. Özümüzni unutgan holda boshqalar uchun ishlaydigan bo'lsak, undaqda nerv kasalligi og'riqlaridan 3/1 qismi kishining doktorlarga iltijo qilishining hojati qolmaydi. Kishilarning hammasi yurakning xizmatini to'xtab qolmaydi deb qaraydi. Amaliyotda u har qitim tarayganda bir qitim qisqa vaqt aram elib oladi. Agar normal ahvolda u minutiga 70 qitim so'qadigan bo'lsa, undaqda uning bir kunda ishlagan vaqti 9 soatga yetmaydi. Shuning uchun biz shundaq deb aytamizki, yurakning har kunlik aram olish vaqti jami 15 soatga yetadi. G'amkinlik kasalligiga giriftor bo'lguvchilarni davolashning eng yaxshi chorasi ularni o'zi ishonadigan odamlarga dard to'kkizish.